Demak, bugungi mavzuyimiz pul, investitsiya va Toshkent. Demak, bugun biz Toshkent xalqaro moliya markazi O'zbekistonning jahon kapitaliga yo'li haqida gaplashamiz. Fikringiz qanday? Umuman olganda mavzuga doir fikrlaringiz? O'rinli savol, o'rinli masala ko'tarilyapti. Investorlarni o'zi ishonchiga biz kira olyapmizmi? Aynan o'sha xorijiy investorlarni. Shuncha ishlar qilinyapti-da. Agar ishonch bo'lmaganda kelmasdi, hozir O'zbekiston iqtisodiyotiga 150 milliarddan ortiq investitsiya yo'naltirilganini o'zi katta ishonch, chunki butun dunyoda turbulent holat. Dunyodagi diplomatiya tugul, ishonch degan narsa ham yo'qolib ketyapti borgan sayin, lekin mana Xudoga shukr, davlatimiz rahbarining odilona siyosati, chiroyli ishlar va investitsiyaning rivojlanishi, ayniqsa O'zbekiston sharoitida, Markaziy Osiyo sharoitida bu narsani amalga oshirish ham o'ziga yarasha qiyinchiligi, o'zi xosligi bo'ladi. Toshkent xalqaro moliya markazi bu kutilgan, demak, qadam edi, chunki mana 2022-yili birinchi Toshkent xalqaro investitsion forumi tashkil etilganda juda ko'pchilik investorlardan so'raganmiz, alohida bizga huquqiy rejim bormi, alohida bizda bir markaz bo'ladimi? Mana bu qurilayotgan chiroyli Toshkent City binolari emas, balki haqiqatan mana shu konstitutsion nuqtai nazardan investorlar himoya qiladigan va davlatga manfaat keltiradigan bir o'sha maydonni ko'tarilgandi bu narsa, o'sha panel diskussiyalarda savollar berilgandi va mana Xudoga shukr 2026-yilga kelib biz bunga shoshma-shoshlarlik bilan qadam qo'yganimiz yo'q, ko'rdik. Juda ko'p xalqaro institutlar, mahalliy o'zimizni demak imkoniyatdan kelib chiqib, olimlarimiz, iqtisodiyot sohasi egalari bilan gaplashib, mana shu qadamni yo'lga qo'ydik va xursand bo'lganimiz, qonunchilik tomonidan buni tashabbus qo'llab-quvvatlagani va bugungi kunda demak ushbu markaz faoliyati boshlangani. Yana bir qiziq jihati, mana endi bizning kompaniya bilasizlar, shu inson resurslarini boshqarish bilan shug'ullansa, Saudiya Arabistonini umuman suv xo'jaligi bilan shug'ullanadigan yirik korxonasi, biz hozir shular bilan xizmat ko'rsatish jarayonidamiz. Mutaxassislarni ofisiga jalb qilib, Toshkentda ofisini ochdik. Ular ham aytayaptiki, tezroq mana shu yangi Toshkentning qurilishi va o'sha yangi Toshkent atrofida Toshkent moliya markazi agar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, biz birinchilardan o'sha joyga o'tamiz va xizmatimizni taklif etamiz, deyapti. O'ylashingiz mumkin, investitsion kompaniya emas deb, lekin biz bilamiz, har qanaqa ekotizim bo'lsa, infratuzilma bo'lsin, suv xo'jaligisiz buni amalga oshirish iloji yo'q. Demak, nafaqat O'zbekistonni, balki butun mana shu mintaqadagi yirik kompaniyalar O'zbekistonni oldingi qiladigan ishlariga katta ishonch bildiryapti. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Umuman olganda, demakki, investorlar uchun eng muhimi faqat soliq imtiyozlari emas, balki ishonchli va barqaror huquqiy muhit ekan. Rahmat Salay aka, qo'shimcha fikrlari bormi? Albatta, O'zbekistonda outstaffing degan juda yaxshi yo'nalish rivojlanyapti, ya'ni korxona o'zini balansiga mutaxassis asosiy ish shtatiga olmasdan o'rtadagi o'sha konsalting kompaniyalar yordamida yollashi va ma'lum muddatda o'zini yo'nalishida ish olib borishi mumkin. Endi moliya markazi alohida bir huquqiy jihati viza masalasi, ya'ni kirish vizalari O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari tomonidan chet eldagi yoki bo'lmasam aeroportning o'zidan, ya'ni aeroport kelishi bilan o'sha markazi xodimlariga 5 yil muddatga beriladigan kirish vizalari, undan tashqari mehnatga ruxsat olish degan tartib bor O'zbekistonda. Har qanaqa chet el fuqarosi ularning vizasi bo'lish bo'lmasligi O'zbekistonda mehnat faoliyatini olib borishi uchun Davlat xizmatlari markazidan demak ma'lum bir summa asosida ruxsatnoma olish kerak bo'ladi. Ya'ni bu ruxsatnomadan ozod etilgan. Endi to'g'ri, investitsion kompaniyalar, katta kompaniyalarga u davlat boji katta rol o'ynamaydi moliya nuqtai nazaridan olganda, lekin vaqt tejash yoki vaqtni optimal yo'naltirish nuqtai nazaridan juda ham yaxshi natija hisoblanadi. Shuning uchun bugun o'sha moliya markazida ish olib boruvchi ishtirokchilar, tashkilotlar va boshqa yo'nalishlar hammasiga mana shu demak O'zbekistonda erkin harakatlanishi uchun faqat o'sha markaz ichida emas, ya'ni markazni rezidenti bo'lib turib, bemalol butun O'zbekiston bo'yicha harakatlanishi, investitsion yo'nalishini tatbiq etishi mumkin.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, studiyaga yig'ilgan qadrli mehmonlar, barchangizga xayrli kech tilab ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari. Efirda Siz nima deysiz dasturi. Demak, bugungi mavzuyimiz pul, investitsiya va Toshkent. Demak, bugun biz Toshkent xalqaro moliya markazi O'zbekistonning jahon kapitaliga yo'li haqida gaplashamiz. Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishi, sanoat, infratuzilma, energetika, kichik va o'rta biznes hamda boshqa sohalarni rivojlantirish uchun uzoq muddatli va nisbatan arzon moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini tobora oshirmoqda. Xuddi shunday, shu sababli xalqaro kapitalni mamlakat iqtisodiyotiga jalb etish, xorijiy investorlar uchun qulay va ishonchli muhit yaratish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Bunday vazifani amalga oshirishda xalqaro moliya markazlari muhim o'rin tutadi. Ayni damda studiyamizda soha mutaxassislari o'tirishibdi. Birinchi bo'lib suhbatimizni Muhammadjon aka, xush kelibsiz. Siz bilan boshlaymiz. Barchaga ma'lumki, bugun dunyoning yirik moliya markazlari orqali milliardlab dollarlik investitsiyalar harakatlanadi. Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etishdan asosiy maqsad nima? Shu haqida gapirib bersangiz. Avvalo aytish kerakki, mana mamlakatimizning so'nggi yildagi rivojlanishi, turli sohalar, ayniqsa iqtisodiyot sohasini rivojiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mamlakatimizning iqtisodi o'sib boryapti. Mamlakatimizga bo'lgan ishonch va yirik iqtisodiyot korxonalari, banklar, tashkilotlarda, demak, O'zbekistonga qiziqish oshib boryapti. Va aytish kerakki, bu yo'nalishda avvalo katta qadamlar tashlandi. Bevosita davlatimizning rahbarini demak tashabbuslari bilan mamlakatimizga investitsiya sohasida tubdan o'zgarishlar qabul qilindi. Jumladan avvalo normativ hujjatlarimiz mana tartibga solindi. 2019-yildan boshlab alohida investitsiya hamda investitsiya faoliyati to'g'risidagi mana qonun qabul qilindi. U bilan investorlarni mamlakatimizga jalb qilish, ularga mana shu bir qator kafolatlarni berish mexanizmlari yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari mana davlatimiz rahbari qaysi davlatga boradigan bo'lsalar, xorijiy tashrifda albatta o'sha mamlakatda yirik biznes vakillari bilan uchrashyaptilar, muloqot qilyaptilar, ularni O'zbekistonga taklif qilyaptilar va O'zbekistonga so'nggi yillarda, mana ayniqsa oxirgi 5 yilda 150 milliard dollarlik investitsiyani kiritilganligi, demak, mamlakatimizga bo'lgan ishonchni oshib borayotganini ko'rsatib beradi. Endi mana shu qilinib turgan ishlarni bitta tizimga moslashtirish, bitta tizimli ravishda olib borish maqsadida alohida bir katta, demak, Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish bo'yicha davlatimiz rahbarining, demak, joriy yilning 26-yil 30-martdagi PF48 sonli farmonlari qabul qilindi va ana shu farmon asosida keyinchalik, demak, qonunchiligimizda ham o'zgarish kiritilib, konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi. Konstitutsiyaviy qonunda qabul qilinishi, mana shu moliya markazini tashkil qilinishini bir so'z bilan aytishimiz mumkinki, mamlakatimizga xorijiy kapitalni kirishini yanada ko'paytirish, bu xorijiy kapital oqimini kengaytirish va u xorijiy kapital kirib kelgandan keyin o'z navbatida turli sohalarni, demak, rivojlanishiga turtki berish, turli sohalarni o'zi rivojlanishiga bir tizimni yaratish hisoblanadi. Albatta buni hozir alohida o'zining mexanizmlari bor, alohida boshqaruv organlari qanday yo'l bilan amalga oshirish kabilar o'z ichiga olgan. Va bir jihati alohida ta'kidlash kerakki, endilikda mana shu moliya markazida alohida xalqaro sud faoliyat yuritadi. Xalqaro tijorat sudi faoliyat yuritadi va bu mana shu nizolarni hal qilishga asoslangan turli xil mana shu ishtirokchilar o'rtasidagi nizolarni bartaraf qilishga va endi mana shu tijorat sudini ham obro'sini oshirib, uni mintaqamizda umuman olganda ushbu yo'nalishdagi katta bir tashkilot sifatida alohida aks ettirish turibdi. Demak, asosiy buni tashkil qilishdan maqsad sifatida aytish mumkin, investitsiya oqimini yanada kengaytirish, mamlakatimizning iqtisodiyotini o'stirish va buni natijasida aholini ish bilan ta'minlash, aholi daromadini oshirish, iqtisodiyotimizni o'sishiga hissa qo'shish hisoblanadi. Rahmat Muhammadjon aka, Aziz aka, qo'shimcha fikrlar bormi? Marhamat. Qo'shimcha fikr bor. Juda to'g'ri aytib o'tdilar. Bu investitsiya jalb etish, yangi investitsion instrumentlarni ham ishlatish. Bugungi kunda investorlarga ishonch kerak. Ishonchi endi institutsional shaklda mana shunaqa markaz barpo etilishi tabiiy rivojlanish sifatida institutsional platforma yaratildi desa bo'ladi. Agar raqamlarga to'xtaydigan bo'lsa, juda muhim aytib o'tish kerak. 2030-yilgacha 25 milliardgacha yalpi ichki mahsulotni o'sishi kutilyapti va bunga yana xalqaro moliya markazi
xalqaro tajribani inobatga olib o'rganganda 1%gacha o'sish beradi yiliga. Bu juda muhim va bu albattaki keyinchalik ko'p sohalarni rivojlantirishda bu arzon investitsiyalarni, pul mablag'larini olib keltiradi. Tushunarli, rahmat. Umuman olganda jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, demak, London, Dubay va Ostona kabi moliya markazlari xalqaro kapitalni jalb etishda katta natijalarga erishgan. Aynan ularning investorlar uchun jozibadorligi nimalardan iborat? Nima deb o'ylaysiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham bugungi kunda dunyoda bir qator xalqaro moliya markazlari mavjud va bularning orasida yuqorida aytib o'tganlaringiz London xalqaro moliya markazi, Nyu-Yorkdagi xalqaro moliya markazi yoki Dubay xalqaro moliya markazlari o'zini oqlagan va o'zini maqsadiga erishgan xalqaro moliya markazlaridan hisoblanadi. Va buni o'ziga xos bir qator faktorlari bor, ya'ni omillari bor. Shulardan birinchisi bu uni geografik joylashuvida hisoblanadi. Bundan tashqari yana bir asosiy omillardan biri ular ana shu markazlarda qo'llaniladigan huquq tizimi. Mana yuqorida aytib o'tilgan normativ hujjatlarda ham va xorijiy tajribadan ham kelib chiqib, O'zbekistondagi Toshkent xalqaro moliya markazida ingliz huquqi, ya'ni anglosakson huquq tizimiga asoslangan maxsus huquqiy rejim joriy qilinishi belgilangan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad xorijiy investorlar, xususan g'arb davlatlaridan kirib keladigan investitsiyalar oqimini oshirishga qaratilgan. Sababi investor birinchi o'rinda kirishdan oldin bir qator masalalarni o'rganib chiqish kerak. Bulardan biri huquq tizimi. Ya'ni qonunchiligi qanday investorlarga nisbatan imtiyozlar bor va qanday javobgarliklar kutib turibdi investorni. Mana shu masalalarni o'rganadi va o'rganish jarayonida investor uchun eng muhim bo'ladigan narsa bu o'zi biladigan, o'zi tushunadigan, shu paytgacha tajribasidan o'tkazgan huquq tizimi bilan ishlash hisoblanadi. Bilamizki, ingliz huquqi bugungi kunda dunyoda ko'plab davlatlar huquq tizimiga asos bo'lgan huquq tizimi hisoblanadi. Ya'ni bizni huquq tizimimiz Romana German huquq tizimi bo'ladigan bo'lsa, undan farqli ravishda ingliz huquqi kodekslarga, qonunlarga asoslanmagan holatda, xususan pretsedentga asoslanadi hamda bir qator maxsus statuslarga asoslangan holatda tartibga soladi. Shu sababli ham ingliz huquqini biz investorlarga yaratib berishimiz ularni investitsiyalarni jalb qilish uchun asosiy omillardan biri. Va yuqorida aytib o'tganimdek yana bir omil bu geografik. Bilamiz, O'zbekiston Markaziy Osiyoni yuragida joylashgan davlat hisoblanib, o'zining salohiyati bilan, investitsion jozibasi bilan Markaziy Osiyoning moliyaviy va investitsion hubiga aylanish mumkin. Ya'ni markaziga aylanish salohiyatiga ega. Rahmat Muhammad aka. Uchun O'zbekiston ham bugungi kunda xalqaro kapital uchun o'z imkoniyatlarini kengaytirmoqda. 2025-yilda mamlakat iqtisodiyoti 7,7% ga o'sib, yalpi ichki mahsulot 147 milliard dollardan oshdi. Shuningdek, O'zbekiston Milliy investitsiya fondining tarixiy IPO'sida xorijiy institutsional investorlarning katta qiziqishi kuzatildi. Bu holat Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish uchun qanday imkoniyat eshiklarini ochib bermoqda? Bu haqda marhamat. Hozir ta'kidlab o'tganingiz, o'sha 2025-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining o'sishi 7,7% bo'lganligi, 147 milliarddan oshganligi va 2026-yilda birinchi yarmida yalpi ichki mahsulot o'sishi 8% dan ham oshganligi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanish darajasini, ya'ni sur'atini ko'rsatadi. Endi bu yerdan olishimiz mumkin bo'lgan narsa nimaki, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanib ketyapti. Endi rivojlangandan keyin o'sgan sari unga ko'proq resurs kerak bo'ladi. Bu resurslar bilan ta'minlash uchun Toshkent xalqaro moliya markazi qanaqa imkoniyatlar taqdim etadi? Birinchidan, Toshkent xalqaro moliya markazida xalqaro birjalar, xalqaro banklar, xalqaro investitsion fondlar va boshqa turdagi xalqaro moliya institutlari kelib joylashadi. Joylashish kutilyapti albatta. Mana misol uchun O'zbekistonda yalpi ichki mahsuloti o'sish deganda nimani tushunishimiz mumkin? O'zbekistonda rezidentlari ishlab chiqaradigan, bir yilda ishlab chiqaradigan
mahsulotlar misol uchun nima qiymatli paydo qiladigan bo'lsa o'sha narsa tushuniladi. Agar bu moliya markazi ishga tushgandan keyin bu qanday bo'ladiki, O'zbekistonga kelgan o'sha investitsion fondlar boshqalar, O'zbekistondagi boshqa rezidentlar, oddiy tadbirkor, oddiy yuridik shaxs borib Toshkent xalqaro moliya markazida kelgan xalqaro banklarda kreditlaridan, investitsiyalardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zlari kirib o'sha yerda u kompaniyalarga, xalqaro xorijiy firmalarga, moliyaviy institutlarga yoki boshqa tashkilotlarga o'zlarining xizmatlarini taklif qilishni boshlaydi. Bu albatta nima? Albatta o'zini qiymati, xizmatini, o'zini tovarini eksport qilish hisoblanadi. Ya'ni qiymat oshadi, ya'ni pul kelishni boshlaydi. Birinchidan investitsiya ko'rinishida, ikkinchidan xizmatlar eksport ko'rinishida. O'zi mana shu jarayonda xorijiy investorlarni qiziqishi qanday bo'lyapti? Bugungi kunda o'sha mamlakatimizda xorijiy investorlarni jalb qilish uchun o'sha ochiqlik, shaffoflik tamoyillari asosida ish olib borishga harakat qilinyapti-da. Albatta. Hozir aytgan o'sha ochiqlik, shaffoflik tamoyillari bo'yicha qonunda o'zida to'g'ridan-to'g'ri keltirilgan moddalarga murojaat qiladigan bo'lsak, investorlarni chaqiradigan birinchi o'rinda bu qonun ishlab chiqish jarayonida o'zimiz guvohi bo'ldik. Muhokama jarayonida xalqaro ekspertlar bilan gaplashganda investorlar uchun birinchi o'rinda qiziq bo'lgan narsa himoya. O'zlarining kirgizadigan investitsiyasini himoyasi hisoblanadi. Bu investitsiyani himoya qilishda eng birinchi o'rinda nima bilan himoya qilish mumkin? Qonun bilan. Bu qonunni ta'minlash uchun davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'sha 2026-yil 30-mart kuni PF 48-sonli farmon bilan tamal toshi qo'yildiki, Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risida qonun qabul qilindi. Bu qonun oddiy qonun ko'rinishida emas, konstitutsiyaviy qonun ko'rinishida qabul qilindi. Bu konstitutsiyaviy qonun konstitutsiyadan keyingi darajada deb qabul qilishingiz mumkin bu narsani. Bu qonunni shunchaki o'zgartirish, unga qaytadan o'zgartirish kirgizish, qoidalarni bekor qilish oddiy emas u. Murakkab jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham bu investorlarga qanaqadir signal beradiki, siz kelishingiz mumkin, biz sizga barqaror qonuniy muhit tayyorlaymiz, huquqiy muhit, sizga huquqiy himoya mavjud. Bu huquqiy himoyaning ichida investorlarning mulki to'g'ridan-to'g'ri kirgizgan investitsiyasini ekspropriatsiyadan, sekvestrlashdan, muzlatishdan, milliylashtirishdan to'liq himoyalangan. Va bunda istisno mavjud. Istisno qachon bo'ladiki, Toshkent xalqaro tijorat sudini qarori bo'lgan taqdirdagina. Bu Toshkent xalqaro tijorat sudini qarori bunaqa milliylashtirish yoki bekor qilish, muzlatish, to'xtatib turish qachon bo'ladiki, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash maqsadlarida va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash maqsadida. Bo'ldi. Biz qaytdik. To'xtagan joyda tomosha qilamiz. Rahmat. Ingliz huquqi bu o'zining gibki deb ataymiz, ya'ni yumshoqligi, moslashuvchanligi bilan dunyodagi huquqiy tizimlardan ajralib turadi va ayniqsa bu o'sha tadbirkorlik sohasida investorlar uchun juda qulay huquqiy rejim yaratib beradi. Yuqorida ekspertlarimiz juda to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Xalqaro moliya markazi 1 yil 2 yilda tashkil topmadi. Buni huquqiy asoslari men bilganim 2019 ga ham borib taqaladi. 2019-yilda. Sababi 2019-yilni o'zida birinchi o'sha normativ hujjatlarda Navoiy erkin iqtisodiy zonasida ingliz huquqiga asoslangan maxsus huquqiy rejim joriy qilish nazarda tutilgan prezident farmonida bor edi. Keyinchalik bu tashabbus mana hozirgi xalqaro moliya markazigacha aylandi. Ya'ni maxsus hududda maxsus huquqiy rejimga asoslangan alohida statusga ega bo'lgan bir O'zbekiston hududida yana bir alohida yurisdiksiyaga ega hudud paydo bo'ldi. Va aytganimdek, ingliz huquqi bu dunyodagi xorijiy investorlarni jalb qilish, ularni ishonchini qozonish va ularga erkin va qulay muhit yaratish uchun tanlangan huquqiy rejim hisoblanadi. Endi oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ko'pchilikda savol bo'lyapti-da hozir. Ingliz huquqi bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, u yerda hamma narsa ingliz tilida bo'ladi yoki faqatgina ingliz huquqlari amal qiladimi deydigan savol bo'ladigan bo'lsa, u yerda xususan tadbirkorlik munosabatlari, xususiy munosabatlar uchungina ingliz huquqi qo'llaniladi.
qaysidir xorijiy kompaniya, banklar bo'lsin, mikromoliya tashkilotlari yoki boshqa bir qator moliyaviy institutlar bo'lsin, o'zlarini filiallarini xalqaro moliya markazida ochishida xalqaro moliya markazining direksiyasi bilan o'rtasidagi tuziladigan munosabatlar, shu bilan birga ularning boshqa ishtirokchilar bilan o'rtasida bo'ladigan huquqiy munosabatlari ingliz huquqiga asoslangan bo'ladi. Ya'ni shartnomalarning talqin qilinishi, tuzilishi, ularning shakliga qo'yilgan, javobgarlikka qo'yilgan masalalar ingliz huquqiga asoslangan bo'ladi. Nizolarni hal qilish masalasi xalqaro tijorat sudlarida, ya'ni ingliz huquqiga asoslangan nizolarni hal qilish markazlari tashkil etiladi. Bularning barchasi tadbirkor uchun, investor uchun, xorijiy investor uchun yaratilayotgan ingliz huquqiga asoslangan bir ekotizim desak bo'ladi. Ya'ni xorijiy investor uchun ingliz huquqiga asoslangan barcha instrumentlar mavjud. Bevosita o'zlarini faoliyatini qo'rqmasdan, o'zlari bilgan, o'zlari avvaldan o'zlarini his qilib kelgan huquq tizimida davom ettirishlari mumkin. Nizolar haqida gapirdingizda, keling mana shu jarayonga ko'proq bir ma'lumot bilan e'tiborimizni qaratsak, agarda markazda investorlar va kompaniyalar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar paydo bo'lib qolsa, u qanday hal qilinadi? Tushunarli, ya'ni xalqaro moliya markazi ishtirokchilari o'rtasidagi nizo xalqaro tijorat sudi nazarda tutilgan. Men shu haqida ham ozgina aytib o'tishim kerak. Xalqaro tijorat sudi bu arbitraj sudlari bor. Arbitraj sudlaridan farq qiladi. Nimasi bilan farq qiladi? Bu davlat sudlari huzurida tashkil etiladi. Mana buning eng ilg'or tajribasi Singapurda bor. Singapur xalqaro tijorat sudlari bor. Va biz ana shularni modelidan kelib chiqqan holatda Toshkentda xalqaro tijorat sudini tashkil qilish nazarda tutilgan hujjatlarda va bu yerda xalqaro moliya markazi ishtirokchilari o'rtasidagi nizolar bevosita ingliz huquqiga asoslangan holatda xalqaro tijorat sudlari tomonidan qabul qilinadi va ular tomonidan chiqarilgan qarorlar majburiy ijro tusiga ega bo'ladi. Toshkent xalqaro moliya markazi hududida o'sha qonunda 8-moddasida 5 ta qonunlar qo'llanilishini 5 ta darajasi ko'rsatib o'tilgan. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ikkinchi o'rinda bu konstitutsiyaviy qonun turadi Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risida. Uchinchi o'rinda prezidentimizning Toshkent xalqaro moliya markazi bilan bog'liq bo'lgan farmonlari, qarorlari turadi. Undan keyin Toshkent xalqaro moliya markazi organlarining o'zlarining qarorlari va undan keyin o'sha Angliya va Uelsda huquqlar, umumiy huquq prinsiplari va adolat prinsiplari asosida qabul qilinadigan qarorlar turadi. Bu yerda bitta jihat borki, Angliya va Uels huquqi bu yerda qanaqa qonun, Angliya va Uels huquqida qanaqa qonun bo'lsa to'g'ridan-to'g'ri bu yerda ishlab ketadi degan noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi kerak sizlarda. Umuman unaqa noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi kerak. O'sha Angliya va Uels huquqini ma'lum, muayyan munosabatlar tartibga soladigan normalari Toshkent xalqaro moliya markazi kengash tomonidan qabul qilinadi. Qaysi sanaga, qaysi normalari qabul qilinadi, qaysi jihatlar tartibga solishi ko'rsatib o'tiladi. Aniq ko'rsatilgan holatda demak. Mana misol uchun qonun qabul qilingandan keyin o'sha qonunda O'zbekistonda oladigan bo'lsak, qonun qabul qilinadi. Qonunda keyin sohalar bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori o'zini qaysidir yo'nalishlar bo'yicha chiqaradi. Keyin idoraviy hujjatlar alohida vazirlik, agentliklar o'zlarining sohalari bo'yicha chiqaradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Angliya huquqini nima uchun Angliya huquqi ishlatilayotgani sababi Angliyani misol uchun bu yerda asosan korporativ va xo'jalik munosabatlari, iqtisodiy munosabatlar bo'lganligi uchun bu sohada boshqa hech qaysi huquq tizimida bunchalik chuqur tajriba mavjud emas. Biz hozir o'rganadigan korporativ munosabatlarda asosi ham o'sha inglizlar birinchi o'rinda yaratgan tartibini ishlab chiqqan qonunlar asosida. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun Rim huquqini boshqani keltirishingiz mumkin, lekin ayni detallar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, shu soha bo'yicha aniq taqiqlanadigan, qo'llaniladigan sohalar shu ingliz huquqida ishlab chiqilgan bo'lgan. Markazning yana bir muhim jihati moliyaviy xizmatlarning keng doirasi hisoblanadi. Bank va investitsiya faoliyati, sug'urta, islom moliyasi, investitsiya jamg'armalari, fintech, raqamli aktivlar va boshqa xizmatlar uchun imkoniyatlar yaratadi. Bu O'zbekiston moliya bozoriga qanday yangi imkoniyatlar olib keladi? Muhammadjon aka, marhamat.
markaz faoliyat yuritishni boshlagandan keyin bir qator yangi moliyaviy instrumentlar, yangi investitsion instrumentlarni O'zbekistonda ham ishlatish imkoniyati paydo bo'lyapti. Mana yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, islom moliyasi bu oxirgi yillarda rivojlanib borayotgan bir moliya yo'nalishi deyishimiz ham mumkin. Ayniqsa mana raqamlar ko'radigan bo'lsak, o'tgan yillar davomida bu ko'rsatkich 5.6 trillion atrofidagi mablag' haqida gap ketyapti va yillik o'rtacha 20-21% o'sayotganini dunyoda ko'rishimiz mumkin. Endi O'zbekiston ham mana shu kabi instrumentlardan bemalol foydalanishi, mana shu Toshkent xalqaro moliya markazi faoliyati yo'lga qo'yilgandan keyin undan katta bir bozorga o'tish imkoniyati yuzaga kelayotganligi, shu bilan bir qatorda demak bu bozor hali yana rivojlanishi, 9, 10 va undan ham katta miqdorda rivojlanishi kutilmoqda va bevosita bizda ham foydalanish imkoniyati yaratilyapti. Bu yangi mana bu instrumentlardan. Yana bir jihati, mana hozir ekspertlarning fikrlarini to'ldirib qo'llab-quvvatlab aytish mumkinki, bu kabi instrumentlarda misol o'zimizni mahalliy tijorat tashkilotlari, banklar deylik, boshqalar ham taklif etayotgan turli xil instrumentlar bor. Va bu markaz faoliyati yo'lga qo'yilgandan keyin albatta raqobat muhiti yuzaga kelishi, ular ham o'zi taklif qilayotgan turli xizmatlarni qaytadan ko'rib chiqishi. Misol mana shu moliya markazida yirik mana shu bankka kirib keldi va u taklif qilayotgan bir qator afzalliklar katta miqdordagi demak mana shu o'ziga jalb qiladi albatta va balansni ushlash uchun mahalliy tadbirkorlarimiz ham mahalliy mana shu o'zimizni fintech yo'nalishidagi demak faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ham albatta o'zlarining mahsulotlarini kamaytirishga, o'sha demak qulayroq, jozibadorroq qilishga harakat qiladilar. Yutadi bunda asosan aholiga. Bu ikkala holatda ham aholi yutishiga demak turtki bo'ladi, sabab bo'ladi. Tatbiq etishi mumkin. Agar markaz, moliya markazi rivojlanadigan bo'lsa, bizning kapital bozorimiz ham rivojlanadi. Chunki investorlar kelganda qanaqa orqali yengil pulni investitsiya qiladi? Kapital bozori orqali. Kapital bozori deganda ular proyektlarga qaraydi. E'tiborat. Nimaga ular ko'p investitsiya qiladi? Agropромышленность bo'ladimi? Qishloq xo'jalik, industrial, bu energetika, bu infratuzilmalar. Bugungi kunda eng tejamli va eng qiziqarli bo'lgan sohalar hisoblanadi ular uchun. Shu sababdan aytish mumkinki, moliya markazi rivojlanishi bu boshqa tarafdan O'zbekiston uchun, O'zbekistonning iqtisodiyoti uchun juda ko'p investitsiyalarni jalb qilish uchun juda ko'p imkoniyatlarni yaratadi va mana shu sohalarga juda ko'p investitsiyalar albatta yo'naltiriladi. Bu loyihani amalga oshirishi 2030-yilgacha O'zbekistonga har yili kirib kelayotgan investitsiyaning miqdori mana 20-25 milliard investitsiya kirib keladi. Yalpi ichki mahsulotimizni 1% o'sishiga hissa qo'shadi. Asosiysi fuqarolarga yangi ish o'rinlari yaratilishi. 15 mingdan ortiq o'sha malakali mutaxassislar uchun yangi ish o'rinlari yaratilyapti va shu bilan birga 10 ming nafar mutaxassisni malakasini oshirishga imkoniyat yaratib berilyapti. Qilinay turgan hamma ishlarni umumiy aytishimiz mumkinki, O'zbekistonga kirilayotgan sarmoya unga demak asos sifatida mana konstitutsiyaviy qonun bu barqarorlikni ta'minlab beradi. O'zbekistonga ishonch oshib boryapti. Mablag' kirib kelgandan keyin albatta bir nechta sohalar o'zaro tizimli ravishda rivojlanishiga qadam tashlanyapti. Bu rivojlanishning natijasida aholining daromadi oshishi, yangi ish o'rinlarining ko'payishi va iqtisodimizning o'sishi. Toshkent xalqaro moliya markazi O'zbekiston uchun nafaqat yangi moliyaviy infratuzilma, balki mamlakatni xalqaro kapital bozori bilan yanada yaqin bog'laydigan muhim institutsional maydon bo'lishi kutilmoqda. Zero bugun jalb etilgan investitsiya ertangi yangi korxona, yangi ish o'rni, zamonaviy infratuzilma va iqtisodiy imkoniyatlar demakdir. Albatta, eng muhimi bu imkoniyatlardan samarali foydalanish va mamlakat iqtisodiyoti rivojiga xizmat qiladigan barqaror tizimni shakllantirishdir. Barchaga qalb xotirjamligini tilab, ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Yana ko'rishguncha.